Bugun faxrli va mehnatkash ustozimiz, O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi Qo'qon bo'limi raisi, grafik rassom Alijon Rahimov ustozimiz ijodlarining 40 yilligi munosabati bilan tashkil etgan Yurt va hayot chizgilarida nomli ijodiy ishlar ko'rgazmasiga yig'ildik. Alijon ijodiga keladigan bo'lsak, Alijon ajoyib rang tasvirchi rassom. Qo'qonda ijod qilayotgan qo'qonlik rassomlarimiz ichida eng oldingi o'rinda turadigan o'zining ijodi bilan mana o'z ko'rgazmada ham ko'rishimiz mumkin. Doim izlanishda o'zini ustida ishlaydigan ijodkorlarimizdan biri. Alijon bor kuch g'ayrati bilan shu Qo'qondagi rassomlarga ijodini yoritishda, bularga yaratilgan sharoitlarda iloji boricha maksimal o'zining ishini olib boryapti. Ko'proq ijodkorlarning asarini ko'rgandagina taassurot olinadi-da. Alijon bir joyda to'xtamasdan doim izlanishda. Masalan, 5 yil, 10 yil oldingi qilgan ishlari boshqacharoq bo'lsa, hozirgi ishlayotgan ishlari yana ham o'zgarishlar katta bo'lyapti. Har joyda to'xtab turmaydi. Har yili yangilik kiritib boryapti o'zining ijodiga. Ajoyib bir ranglarni boyitib boryapti. Yangicha dunyo qarashi bilan yangi bir yo'nalishlar bo'yicha o'zi izlanishda hozir Alijon. Men o'ylaymanki, bu ijod shunaqa narsa, to'xtab qolmaslik kerak hech qachon. Doimo izlanish bo'lish kerak. Mana shu talablar hozir Alijonning ishlarida bor hammasi. Biz bugun Qo'qon shahrida mana shu Qo'qonni noyob madaniyati, rassomchiligi va bugungi kundagi ma'naviy hayotini arboblaridan bo'lgan, bugun biz to'laqonli ayta olamiz, juda yaxshi akademik darajasiga chiqqan Alijon aka Rahimovning 40 yillik faoliyatlarini ko'rgazmasiga yig'ilganmiz. Alijon aka mana shu Qo'qon badiiy akademiyasini tashkil bo'lishida, uni shakllanishida va mana shu faoliyat yuritayotganlarida hurmatli prezidentimizni mana shu Qo'qon shahri bo'yicha ham turizm, ham madaniy meroslari bilan birgalikda rassomchilik san'atini rivojlantirish bo'yicha 338-2022-yil 29-iyundagi qarorlari bilan mana shu art rezidensiyani tashkil qilib berdilar. Biz art rezidensiya nomidan ustozga uzoq umr, baxt, saodat tilaymiz. Hammamiz birgalikda xudo xolasa Alijon ustozni 80 yillarini ham birgalikda nishonlash nasib etsin. Biz Alijon akadan juda faxrlanamiz. Chunki Qo'qonda eng ko'cha ko'ringan rassomlardan biz ularning ijodlarini har joyda ko'rsatishga harakat qilamiz. Ular o'zlarining ishlari bilan bugungi kunda faqat O'zbekistonda chet ellardan qabul qozonib kelyapti. Mana shu san'at sevar insonlar dunyomizni mana shunday tinchligini va go'zalligini tarannum etib mana shu kartinkalarda aks etgan asarlarni ko'rib hamisha zavqlanib yursin. Mana bugün mana Sirdaryo, Jizzax ijodkorlari uyushmasi nomidan sizlarga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, mana shu ko'p yillar mana shunday quvonchli kunlarda nishonlash nasib etsin. Asarlari o'zatib turibdi qanday odamlarga. Shuning uchun yuzidagi baxt doim baxtli bo'lib kulib tursin. Yaxshilarning qatorida bo'lsin doim. Ijodlari gullab yashnasin. Mana shunaqa bayramlar Qo'qonimizda ko'p bo'laversin. Salomat bo'ling. Yaxshi ham Alijonga o'xshagan zabardast, belida kamari mahkam, ilm, bilim beradigan ijodkorlarimiz bor ekanki, shunday ishlar yaralyapti va yaranadi ham xudo xolasa. Mana shu ko'rgazmani tashkil qilishda mana shu art rezidensiyamizni hamkasblarimga, ularning shogirdlarimga va san'at maktabiga o'z tashakkurimni bildiraman. Ular ham qo'llab-quvvatlab mana shu ko'rgazmamizni, bu ko'rgazmani qilish bir kishining ishi emas. Biz ijod qilib ustaxonada yaratib qo'yganimiz bilan bunga keyin tashkil qismlari ancha bo'larkan. Ular hammalari menga yonimda turib yordam berib duo qilishdi. Ularga hammalariga tashakkur aytaman. Yana bir bor kelganlaring uchun rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat. Alijonning ishlarini ko'ryapman. O'sha yerda birinchi navbatda aytmoqchimanki, o'sha sharq
ranglari mujassam uni asarlarida. Undagi koloritlar, o'sha yerdagi ritmlar, o'sha yerdagi gambalar menga juda yoqdi-da. Mana Kutish degan asari bor. O'sha asarni ko'rib men haqiqatan o'sha Qo'qon hayotini yaxshi bilganligi, Qo'qon hayotdagi insonlarning juda ichki dunyosini yaxshi bilganligi haqiqatan bilinib turibdi.